to'rt qop kepakda yayib olyapmiz. Mana bir qop semichka shiroti. Buni ham yayib olamiz. Mana bu bir qop raps, buni ham yayib olamiz. Mana keyin 1 kilo tuzni ham hamma joyga sochib oldik. Bu aralashma. Bu aralashmada makkani sechkasi, bug'doyni yormasi, arpa, degan nima edi? Shipirgina urug'i, 4-5 xil narsa bor bunda. Ya'ni aralashmaga buni ham qo'shyapmiz. Bunda arpa, bug'doy, makka sechka aralashma bor. Aralashma. Endi boshlaymiz. Bu yana bitta aralashmamiz. Bunda arpani butuni bor, makkani sechkasi bor, soya shiroti bor. Bu safar soya qo'shyapmiz. Bu ham aralashma. Mana bug'doy bilan yormani aralashmasi. Bug'doy bilan makkani aralashmasi. Mana bir qop bug'doy yorma. Tegirmondan chiqqani. Mana yarim qop arpa yorma maydasi. Bunimiz endi yana bir qop granula qo'shdik. Bu beda bilan yontoqli granulasi. Shundan bir qop qo'shamiz. Keyin yana 1 kilo tuzni yayib oldik. Mana bu. Buning ustiga yana 1 kilo trikalsiy qo'shamiz. Mana aralashmaning ustiga soda bilan Eurofos 2 kilo, soda yarim kilo. Salkam 1 kilo sodadan 3 kilo narsani ustiga qo'shamiz, keyin aralashtiramiz. Eurofos bilan soda. Bu safar shulxa ham qo'shib ko'ryapmiz. Bir qop shulxa qo'shdik ustiga. Mana yaxshilab aralashtirdik. Kunjarasi ham aralashib ketdi. Mosh shulxalar ham aralashib ketdi. Bo'lmasa buni endi silos bilan qo'shib aralashtirib beramiz. 1 qop silosga 2 kilo mashinadan aralashmadan tashab, обязательно bodom beda bilan somonni drabelkadan chiqarilganini qo'shib, o'sha silos, ratsion plus bedani drabelkadan chiqqani, somonni drabelkadan chiqqanini aralashtirib qo'ylarga beriladi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Boshida aytmoqmiz, imkon bo'lsa tozalayotgan joyimiz bizda shunaqa top-toza bo'lsa, приятный bo'ladi-da. Ovqatni ham o'zingizlar maza qilib tayyorlaysiz. Mana chistay bo'lsa, bergan ovqatni ham qo'ylar maza qilib yeydi. Endi tayyorlangan mahsulotimiz mana shu tayyor bo'ldi. To'ldirmasi ish qilib to'ldirdik, ozroq 11 qop, plus yarim qopdan ko'proq, 11,5 qop tayyorlandi. Endi bu xudo xolasa 1 qop silosga ertalab 2 kilo bundan, kechki payt 1 qop silosga 2 kilo mana shu ratsiondan. Обязательно bedani somonni drabelka qilib chiqarilganini aralashtirib beriladi. Xolasa effekt zo'r. Nima deydiganlar bo'lsa, ham выгодный, arzon, ham ko'pgina bo'ladi. Bu anchaga yetadi xudo xolasa. Qo'ylarga ham zo'r effekt beradi, kam kasal bo'ladi, kam yo'taladi, ish qilib, semiz